Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. O'zbekiston futbolining iqtidorli murabbiylaridan biri hisoblangan Islombek Ismoilov endi Neftchi futbol jamoasi tizimida faoliyat yuritadigan bo'ldi. Rasmiy manbalar xabariga ko'ra, jamoa bilan rasman shartnoma imzoladi va yaqin vaqtlarda o'z ishini boshlash kutilmoqda. Hozirda Ismoilov O'zbekiston U17 terma jamoasi bosh murabbiyi sifatida faoliyat olib bormoqda. Uning boshchiligida o'smirlar terma jamoasi 2025-yil Saudiya Arabistonida bo'lib o'tgan Osiyo Kubogida jonli va ta'sirli o'yinlari bilan chempionlikni qo'lga kiritgani hali ham muxlislar yodida. Bu esa uning iqtidori, strategik fikrlash qobiliyati va yosh avlod bilan ishlashdagi muvaffaqiyatini tasdiqlaydi. 1992-yili Marg'ilonda tug'ilgan Islombek Ismoilov futbolchilik ta'limini Paxtakor akademiyasida olgan, ammo u futbolchi sifatida emas, aynan murabbiy sifatida o'zining haqiqiy qirrasini ko'rsata boshladi. Murabbiylik faoliyatini 2015-yilda Yozyovon jamoasidan boshlab, so'nggi 10 yil mobaynida bir qator jamoalarda ish olib bordi. 2018-yilda Oltiariqning Iftixor jamoasini, shundan so'ng Marg'ilonning Farovon jamoasini boshqargan. 2019-2021-yillar oralig'ida esa Superligada ishtirok etuvchi Turon jamoasi murabbiylar shtabida ish olib bordi. Uning ish uslubi, professional yondashuvi va yosh futbolchilarni ishongan holda maydonga tushirishga tayyorligi mutaxassislar tomonidan ijobiy baholangan. Endilikda Islombek Ismoilov Neftchi jamoasining U21 jamoasida ish boshlaydi. Uning faoliyati ikkinchi davra boshida start olishi rejalashtirilgan. Ayni paytda Neftchi akademiyasida bir qancha yosh iqtidorlar tayyorgarlik ko'rmoqda. Ismoilov kabi professional va natijaga ishlaydigan murabbiyning kelishi bu avlodga yangi ruh, yangi intizom va yangi imkoniyatlar olib kelishiga ishonch bildirilmoqda. Islombek Ismoilovning kelishi nafaqat Neftchining yoshlar tarkibi uchun, balki butun jamoa tizimi uchun strategik qadam sifatida baholanmoqda. Uning xalqaro tajribasi, Osiyo chempioni sifatidagi nufuzi va o'ziga xos murabbiylik uslubi orqali jamoaga yangi yo'nalish berilishi kutilmoqda. Hozircha Islombek Ismoilov U17 terma jamoasidagi faoliyatini davom ettirmoqda. Terma jamoadagi faoliyatini Neftchidagi ishi bilan ham bir vaqtda yuritishi ehtimoldan xoli emas. Qanday bo'lmasin, yangi mavsumda Ismoilov shogirdlari bilan qanday natijalar qayd etishi katta qiziqish bilan kuzatiladi.